Assalomu alaykum. Ushbu video lavhamiz ispan tilini o'rganayotgan talabalarda tinglab tushunish qobiliyati va ko'nikmasini takomillashtirish metodlarini amaliy tizim orqali amalga oshirishdan iborat. Ispan tilini o'rganayotgan talabalarning tinglab tushunish qobiliyati va ko'nikmasini rivojlantirishda ushbu tizimni talabalarga hamda o'qituvchilarga amaliy tizim deb qabul qildik va tahlil qildik. Amaliy tizimning quyidagi bosqichlarini tahlil qilib o'tamiz. Amaliy tizimning quyidagi bosqichlari: asosiy bosqichi tarixiy metodlardan tinglab tushunish qobiliyatini kommunikativ kompetensiya sifatida takomillashtirishda foydalandik va bu tarixiy metodlardan amaliy tizimning asosiy bazasi qilib to'g'ri metod, ya'ni hozirgi paytda zamonaviy metod deb ataluvchi tabiiy metodni oldik va bu tabiiy metodning ikki xil yo'nalishidan iborat. Bu yo'nalishlari audiolingval metod hamda audiovizual metoddir. Amaliy tizimning bu bosqichi asosiy bosqichdir va bundan keyingi jarayonlardagi bosqichlar. Keyingi bosqichimiz tarixiy metodlardagi an'anaviy metod bo'lib, bu an'anaviy metod ham ikki xil yo'nalishga ega. Ya'ni bu leksik tarjima metodi va grammatik tarjima metodidir. Bu an'anaviy metodda talabalar asosan lingvistik kompetensiyani o'zlarida takomillashtiradi. Keyingi bosqichimiz esa aralash metodi hisoblanadi. Aralash metodi esa o'z nomi bilan an'anaviy metod hamda to'g'ri metodni o'z ichiga qamragan. Ya'ni buni yo'nalishlari leksik tarjima metodi, grammatik tarjima metodi, audiolingval hamda audiovizual metodlardir. Amaliy tizimning keyingi bosqichi bu qiyosiy metod bo'lib, bu qiyosiy metodni talabalar yoki professor o'qituvchilar dars jarayonida yoki ta'limda qo'llashganida talabalarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirishda katta hissa qo'shadi. Bundan keyingi bosqichimiz esa jarayon metodlari bo'lib, jarayon metodlarida asosan talabalarning bilim, ko'nikma va malakasini oshirishda ular asosan texnika yoki bo'lmasa texnologiyalardan foydalanishlari mumkin.